Moskvada выходной kunlaringiz dam olish uchun teploxodga borsangiz bo'ladi. Bilet kassadan olsanglar 1000 rubl ekan boshlanish narxi, lekin Kiyevskiy metroda eng katta anaqasi bilasizlarmi, ostanovkasi bor. Birinchi metro tarafdan kelganinglarda birinchi kassadan oladigan bo'lsanglar, ustiga chiqadigan katta teploxod deydimi, xullas, kemachani ustiga chiqasizlar o'zimizning tilda. Ikkinchi kassani oldiga boradigan bo'lsanglar, shunda terminal kartani urasizlar, metroga nech pul to'lasanglar 70 rubl bilan kirib ketasizlar. Lekin unda haligi bir qavatlik usti yopiq kemachani ichiga chiqishinglar mumkin ekan. Shuning uchun ma'lumot o'rnida aytib o'tib ketayin. Moskva bo'ylab teploxod ostanovkalari juda ham ko'p, lekin men aynan Kiyevskiy metrodagisini bilganim uchun sizlarga ham aynan shu joyni tavsiya qildim. Teploxod ustida qancha vaqt yurishingiz olgan biletingizga yarasha ekan. Eng ozi 3 ta ostanovka, ko'pini bilmadim, juda ham ko'p bo'lsa kerak. Biz aynan 1000 rubllik bilet uchun 1 soat 20 minutdan ko'proq vaqt Moskvaning eng sentr joylaridan yurib o'tdik. Ya'ni Moskva City, Kreml, gostinitsalarning oldidan, xullas, menimcha dostatishni yetib ortardi. Obratno uchun ham bilet olsangiz bo'lar ekan. Men tavsiya qilgan bo'lardim, faqat bir tomonlama bilet olishingizni. Hammasida ham emas, ba'zi bir teploxodlarning ichida oshxonalari ham bo'lar ekan, lekin ovqatlarni men tavsiya qila olmayman. Halol ovqatlari yo'q deyarli. Undan tashqari ichkarida rasmga ham olishar ekan. Rasm ixtiyoriy, agar olib ketishsa ham rasmni puli 1300 rubl ekan. Olmaslikka ham haqqingiz bor. Yo'qmadi deb tushib ketaversangiz ham bo'laveradi. Videoni aynan Moskvada birga borishni istagan yaqin insoningizga yuborib qo'ying, like bosib, menga obuna bo'lishni ham unutmang. Moskva hayotidan ajoyib videolarni sizlarga doimo ulashib boraman.